quloqdan travma bo'lganlar va quloq pardalari yirtilgan. Mana ko'rishingiz mumkin, quloq pardasi teshilgan holat. Travmaga 1 oydan oshgan, lekin quloq pardasi qayta tiklanmagan. Hozir bemorimizda endoskopik usulda timpanoplastika amaliyotini bajaramiz. Hammasi quloq teshigini o'zidan bo'ladi. Xudo xolasa, hech qanday orqa tarafdan kesilmaydi, qilmaydi, kosmetik defektlar bo'lmaydi. Mana ko'rishingiz mumkin, teshilgan quloq pardasini yamab oldik. Mana shu katta teshik aniqlanardi. Mana bu yerda ham teshik bor edi. Ikkalasini ham yamadik. Juda ham chiroyli chiqdi operatsiyamiz. Hammasi quloq teshigini o'zidan bajarildi. Xudo xolasa bemorimiz yaralana quloqlari oqmaydigan, og'rimaydigan va eshiklari ham inshaalloh juda ham yaxshi bo'ladi. Eng asosiysi hech qanaqa kosmetik nuqson yo'q. Mana ko'rishingiz mumkin, quloq teshigini o'zidan bajarildi hammasi.